Assalomu alaykum do'stlar. Mana yana bitta ishlarimizni qatga to'pcha qilib oldik. Xudo xolasa, va'da qilingan kun yakshanba kuni edi. Yakshanba kunga olib borib o'rnatib beramiz inshaalloh. Hammasi zo'r, hammasi chotki. Polniy stakfadan bo'lgan. Jarayonlarni kuzatib borasizlar, inshaalloh olib borib qo'yib berishlarimizgacha ko'rsatamiz. Mana do'stlar, xudo xolasa keyingi manzilimizga yetib keldik. Turishi. Hozir xudo xolasa ustunovkadan keyingi holatlarini ham yana olib e'tiborlaringga tavsiya berib ko'rsatamiz. Xudo xolasa chiroyli chiqdi ishlarimiz. Do'stlar, xudo xolasa mana va'daga muvofiq ishlarni o'rnatdik. Sizlarga aytgandim, va'da qilgandim, mana shular qo'yib beraman deb. Mana bugun kun ekan, Alloh nasib qilgan ekan, eshiklar ochilib yopilishlari juda yengil. Va ichlariga qo'ygan podagonniklarimiz. Podagonnikka havas qilib, mana gullarni ham qo'yib qo'ydik xudo xolasa. Tak, xo'p, romlarning ochilishi. Romlarimiz juda yengil. Romlarning ochilishi, fortichkalarimiz, mana silikon ishlasa bo'ladigan fortichkalar, o'zi tiralib qoladi. Fortichkalarimiz ochilib yopilishlari juda chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa zakazlar bo'lsa qabul qilamiz. El yurt xizmatida turibmiz. Yodiga ayna qo'ydik, bir qavat oyna qo'ydik. Eshigimizdan yopilishi yengil, oshiq kuch bilan yopilmaydi. Mana ko'rinish holatlari. Va antikvar bo'lgan bani eshigimiz. Podvalga qo'yganmiz uni ham tashqi ko'rinishiga.